Hurmatli o'rtoqlar, assalomu alaykum. Videoni boshqatdan qo'yapmiz, chunki bundan oldin qo'ygan edik. Jalba keldi, keyin videoni o'chirishga majbur bo'ldik. Hurmatli do'stlar, va jalbani orqasidan monetizatsiyamiz ham o'chdi. Endi qo'llab-quvvatlash sizlardan. Mana kartalarimiz, qo'llab-quvvatlanglar. Rahmat. Men hayron qolaman. Abduhalim bro hayron qoladi. Qancha ko'p bularni so'kib chiqib video qo'yib prosmotr oshirib beraversa, Opajon, xolajon, sovqotasizmi? Bizda issiqlaridan bor. Hurmatli o'rtoqlar, tez kunda O'zbekistonda ham YouTube monetizatsiya yonadi deyishyapti. Kim agar YouTubedan daromad qilmoqchi bo'lsa, oyiga 500, 600, 1000, 2000 dollar daromad qilmoqchi bo'lsa, albatta mana shu Instagram sahifamga kirib, obuna bo'ling va darslikni kuting. Assalomu alaykum o'rtoqlar, kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan Abduhalim bro. Albatta obuna bo'ling va bizni kuzatishni davom eting. Bizniki tormi, uniki tormi deganlarga like bosasiz, shunaqa foydali kontentlarga like bosmaysiz, obuna bo'lmaysiz. Like bosib obuna bo'lib qo'ying. Rahmat. Nomus so'zini siyqasi chiqdi. Kutib oling, sahnaga cho'rtlar chiqdi. Tirikchilikni aybi yo'q degan so'zni ba'zilar ko'tiga tiqdi. Ketidan efirga ayollar chiqdi. Boshlandi tomosha, boshlandi faxsh. Bularga sabab nima? Dollar AQSh. TikTok deganida pristup bor. Hozirgi vaqtda hammani bolasida dostup bor. Qara kimlarga qoldi avlod kontenti. O'zbekchilik chatdan chiqib ketdi. Mashhurlikni deb, pulni deb ornomusdan kechgan, faxshni targ'ib qiluvchi odamlar va ularni qo'llab-quvvatlayotgan odamlar. Sizlar hammalaring bittasizlar. Nimaga deysizmi? Chunki kim tarafda bo'lsa o'shan bilan birga bo'ladi. Siz o'sha TikTokda ornomusi yo'qlarga like bosyapsizmi? Mana shunaqa faxshni targ'ib qiladigan blogerlarga, san'atkorlarga like bosyapsizmi? Ularni qo'llab-quvvatlayapsizmi? Esingizda qolsin. Keyin menga hech kim aytmagan edi. Men buni bilmasdim demanglar. Men aytyapman. Eslab qoling. Sizlar ular bilan birga bo'lasizlar. Hozirgi paytda qarang, poyga bo'lyapti. Faxsh bo'yicha poyga bo'lyapti. Bittasi chiqib mana unaqa sizniki tormi yoki tormi, qo'shiqning ma'nosini hamma tushunib turibdi degan qo'shiqlarni bossa, yana bittasi chiqib Maniki tabiiy, Allohim shunday berib qo'yibdi. Buni ko'rsatish kerak. Allohim bergan tabiiy ne'matni prosta ko'rsatib maqtanish kerak xolos. Yana bittasi chiqyapti-da, qizlarni yechintiryapti, qanaqadir battlelar o'ynayapti. bular aqlli odam aslida, so'kib chiqayotganlar aqlsiz. Yana o'zicha chiqadi-da, aqllilik qilib qo'yadi. O'zi nima qilayotganini tushunmaydi, miyasi chirib bo'lgan o'zi. Xayolida o'ylaydi, bir nimalarni o'ylaydi. Men ihson qilyapman, bunaqa ish qilsam ham. Siz faxshni targ'ib qilyapsiz. TikTokda qizlarni yechintiryapsiz, odamlarning vaqtini o'g'irlayapsiz va miyasini zaharlayapsiz. Har bir videongizda necha million prosmotr bo'lgan bo'lsa, o'shancha million odam uchun ham javob berasiz. Albatta buni esdan chiqarmang. Video egasini topib boradi. Hurmatli o'rtoqlar, mana bu sharmandaliklarni ko'ring. Men bitta narsaga hayron qolyapman. Mana shunaqangi faxsh ishlarni targ'ib qilishyapti. Yana kelajak farzandlarimiz qo'lida deb bong solishadi. Lekin ahvolni qarang. Yoshi 40 ga yetib qolgan, 50 ga yetib qolgan, 45 ga, 60 ga yetib qolganlar nimalar qilyapti? Nega bularga hech kim indamaydi? Nima uchun? Nega hech kim ko'rsa ham xuddi ko'rmaganga oladimi? Nima bizning yoshlarning miyasini zaharlamoqchimisizlar? Bizni avlodni mana shunday faxshlarni ko'rib voyaga yetishiga rozimisizlar? Men hayron qolaman. Abduhalim bro hayron qoladi. Men hayratdaman. O'rtoqlar, videoni tarqatinglar. Like bosinglar, izoh yozinglar, hammaga tarqatinglar videoni. Video kerakli joyga yetib borsin. Bu ham mayli, yana mana bu yosh bolaga ichki kiyimni, ayollarning ichki kiyimini berib reklama qilayotganlaringni qaranglar. Sizlarning miyalaring qayerda? Sizlarda vijdon bormi? Sizlarda ozgina bo'lsa ham iymon bormi? Sizlarning miyalaring qanaqa ishlayapti? Sizlar nimalar qilmoqchisizlar O'zbekistonda? Nimalar qilmoqchisizlar? Sizlar qo'rqmaysizlarmi hech narsadan? Erta javob berishdan qo'rqmaysizlarmi? Nimaga unaqa qilyapsizlar? Yosh bolalarga ichki kiyim berib qo'yadimi odam? Sizlar odammisizlar o'zi? Yo hayvonmisizlar? Sizlarga aql berib qo'yibdi yaratgan, aql berib qo'yibdi, nimalar qilyapsizlar?
Tadbirkorlar kimlarga reklama beryapsizlar? Nimaga faxsh targ'ib qiladigan odamlarga reklama beryapsizlar? O'sha reklamaning orqasidan keladigan pullar qanaqa pullar, o'rtoqlar? Bolalaringga yediryapsizlarmi? Shunaqa faxshni targ'ib qiladiganlarni reklama qilishga chaqirasizlar. O'sha reklamaning orqasidan tushgan foydani bolalaringga yediryapsizlarmi? Nimalar bo'lyapti, o'rtoqlar? Tasavvur qiling. 2126-yil keldi. Faxshni targ'ib qiladiganlar. O'zini badanini ko'z-ko'z qiladiganlar. Bolalarga ichki kiyim berib reklama qiladiganlar. Faxshni targ'ib qiladiganlarga reklama beradigan tadbirkorlar. Faraz qiling 2126-yil keldi. Siz, men, hech kim yo'q. Hammamiz o'lib ketdik. Hammamiz o'lib ketdik. Qilgan gunohlaringizga javob beryapsizmi yoki yo'qmi? Nimaga erishmoqchisiz? Mana shunday ishlaringiz bilan nimaga erishmoqchisiz? Yana mana bu ayolni qarang, ahvolini qarang, kiyinishini qarang. Sharmanda, yana amin deydi, qo'lini ochib. Kulishmi bu? Kulishmi bu? Hech kim indamaydi, hamma jim, hamma jim. Bizga ilmli, bilimli, vatanga foydasi tegadigan kadrlar, yoshlar kerak emasmi deyman. Bizga faqat shu TikTok tomosha qilib o'tiradigan, masxarabozlik tomosha qilib o'tiradigan, faxshni targ'ib qiladiganlarni tomosha qilib o'tiradigan mana shunaqa odamlar kerak menimcha. Chunki hech kim indamayapti. Hamma jim. Faxsh kontentlar shunaqa aylanadi, TikTok, Instagram va shunaqa aylanadi, hech kim indamaydi. Shunaqa so'kinishlar, masalan TikTokda o'tiradiganlar so'kib tashlaydi. Bir-birini shunaqangiz so'kadi, 7 avlodi qolmaydi. Hammani ongida bu narsalarni shunchaki oddiy hol qilishga harakat bor deb o'ylab qoldim. Albatta bu mening shaxsiy fikrim. O'rtoqlar, bularga qarshi hozir kurashmasak, erta farzandlarimiz kelajagi dahshatli holga tushishi mumkin. Erta sizni farzandingiz ham TikTokda chiqadi. Bittasini yechintiradi, o'zi yechinadi, basharasiga zilyonka surtadi. Xullas, hamma baloni qiladi pul ishlash uchun. Yoki-da qizingizmi yo o'g'lingizmi chiqadi, sizniki tormi, uniki dutormi? Nima bo'lgan taqdirda ham shuni aytamanki, hurmatli o'rtoqlar, biz odammiz. Odam bo'laylik. Sizniki tormi, sizniki g'ormi degan qo'shiqni ko'pchilik hamma pastda eshitgan bo'lsa kerak. Nilufar Hamidova bilan Yakzon degan brat gapirib qo'shiq aytib chiqibdi ekan. Bu yo'nalish chorniy PR deyiladi, chorniy PR. Bu yo'nalishda ko'pchilik video qilib chiqyapti. Ko'pchilik emas, juda ko'pchilik. Minglab, millionlab insonlar bular video qilib chiqyapti. Shtobi bularni xizmatkori insonlar. Mana men sizlarga achchiq bo'lsam haqiqatda aytaman. Bu gapirib qo'shiq aytib chiqqanligi uchun qonun oldida chora yo'q. Chunki sizniki tormi deyapti, chalayotgan asbob yoki dutormi? Bular sizlar o'ylaganchalik aqlsiz odam emas. Men Nilufar Hamidovani bilmadim. Yakzon bilan ko'rishganman, juda ham aqlli. O'zi uchun miyasi juda katta darajada ishlayotgan odam. Ozodbek qayerga qarayapti? Madaniyat vaziri qayerga qarayapti? Ichki ishlar qayerga qarayapti deb so'kib chiqayotganlarning hammasi bular uchun tekin xizmatkor. Qancha ko'p bularni so'kib chiqib video qo'yib prosmotr oshirib beraversa, bular o'ylagan natijasiga erishaveradi. Bular aqlli odam aslida, so'kib chiqayotganlar aqlsiz. Tekin xizmatkor bular uchun. Bular aqlli odam aslida, so'kib chiqayotganlar aqlsiz. Eshitilaring mana bu TikTokerni nima deb chiqqanini. Bular aqlli, bular dahshat aqlli, bular daho. Bularni tanqid qilib chiqayotganlar aqlsiz. Ko'ramiz vaqti kelib kim aqlli, kim aqlsiz ekanligini. Hurmatli TikToker, siz o'zingiz bunaqa aqllilik qilmang. Sizga maslahatim, siz bunaqa aqllilik qilmang. Siz odamlarning miyasini chalg'itmang. Aqlli va aqlsiz odamlar kimligini odamlar juda ham yaxshi biladi. Ongi rivojlangan odamlar ushbu tanqidlarni qanday qabul qilishni biladi. Sizga o'xshagan, mana shularga o'xshagan aqllilar esa ana shunaqa chorniy PR deb o'tiradi. Ha, sizlar axir master-kuslar. Faxshni, mana shunaqa ishlarni targ'ib qilish bo'yicha chiqib aqllilik qilmang. Hurmatli TikToker. O'sha TikTokingizda batillaringizda o'ynab, o'rnomus nima degan narsalarni unutib, soqqani ishlab o'tiravering. Bu soqqani keyin esa oilangizga yediring. Ota-onangiz ham xursand bo'lsa kerak, o'g'lim ko'p pul topyapti deb. Sizni fanatlaringiz ham bizni ko'rib turgandir, jo'natib qo'yinglar kumirlaringga. Odam o'zi ham shunaqa mavzudami, faxshni targ'ib qilyaptimi, shunaqa tentakliklar qilyaptimi, chiqib TikTokda kerak emas bunaqa aqllilik qilib, bunaqa gaplarni gapirib, tanqid qilayotganlar chorniy PR bularga xizmat qilyapti.
Aqlsizlar, siz o'zingiz nima deyotganingizni, nimalar qilayotganingizni tushunmayapsiz, hali tushunib yetmagansiz. Siz hali yosh bolasiz. Sizni o'ylash doirangiz hali kichkinacha, hali ongingiz ochilmagan sizni. Siz chiqib bunaqa gaplarni gapirmang. Bular aqlli odamlar. Bular aqlli odamlar emas. Bular mashhur bo'laman deb or nomusini sotayotgan odamlar. Xalqning miyasini, yoshlarning miyasini zaharlayotgan odamlar. Hurmatli TikToker, siz ham xuddi shunday shularning qatoridasiz. Tanqid qilayotganlar aqlsiz emas. Tanqid qilishyaptimi? Tanqidni eshitayotgan yoshlar, ha, demak bular yomon ekan. Bular yaxshi ish qilmayapti deb ularni kuzatmaydi. Sizga o'xshagan odamlar esa o'shalarni ko'rib, qo'llab-quvvatlab, like bosib, kerak bo'lsa o'z mana shu kommentga ham kirib bizni so'kadi. Lekin biz so'kmaymiz. Sog' bo'ling deb qo'yamiz. Tamom. Chunki hamma narsani tugashi bor va javob berishingiz bor. Shuni esdan chiqarmang. Albatta ushbu holatga nisbatan hamma o'z shaxsiy fikrini bildirib chiqqan Marhamat Abduhalim Bro kanalida ko'rishingiz mumkin. Hurmatli do'stlar, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hurmatli do'stlar, bizga donat qiling va kanalimizni qo'llab-quvvatlang. Rahmat. Meniki tor, meniki dutor, qariniki qaymoq, balo battar deb yurgan ba'zi bir betayin ahmoq, axloqsizlar go'yoki hamma ayollar menga o'xshagan deb o'ylaydi. Bekorlarning 5tasini aytibdi o'sha betayinlar. Bugun O'zbekistonda millionlab oqila, tarbiyali, axloqli ayollarimiz borki, ularni xonadonlaridan fayz ufurib turibdi, baraka ufurib turibdi, erlarini barakasi ufurib turibdi, go'zal farzandlar dunyoga kelyapti. Oqila qizlar voyaga yetyapti. Mana shunday ayollar borki, yurtimiz mana shunday tinch, mana shunday mo'tabar onaxonlarimiz borki, ularni qo'li doim duoda va osmonimiz musaffo. Men mana shunday oqila ayol qizlarimizga, onaxonlarimizga rahmat aytmoqchiman. Yaxshiyam sizlar borsiz. Bugun mana shunday axloqsizlik, betayinlik urchigan zamonda ularga qarshi chiqib, ularga tanbeh berib, bizni jonajon O'zbekistonimizga haqiqiy oqila qizlarni tarbiyalab beryapsizlar. Bir qarashda hamma buzilib ketayotganday tuyuladi, lekin men ishonch bilan yana takror aytaman, yo'q. O'zbekistonda millionlab oqila ayol qizlar bor. Mana shu ayol qizlarimiz beshiklarda albatta ertangi Temurlarni, ertangi Alpomishlarni, ertangi mard o'g'lonlarimizni voyaga yetkazayapti yaxshi niyat bilan, samimiyat bilan, duolar bilan va ular albatta ertaga mana shunday axloqsizliklarga, mana shunday betayinliklarga, qadriyatlarimizga qilinayotgan hujumlarga albatta qarshi chiqadi. Bugun ba'zi bir betayin axloqsizlar Instagramdan foydalangan holda, ijtimoiy tarmoqlardan foydalangan holda qadriyatlarimizni oyoq osti qilishga urinayotgan bo'lishi mumkin, lekin ularga ham albatta jazo muqarrar. O'zbekiston degan bir buyuk davlat hech qachon qadriyatlari oyoq osti bo'lishiga jim qarab turmaydi. Bor bo'ling, hurmatli oqila ayollar, opa-singillar, onajonlar. Hurmatli o'rtoqlar, gapirsa gaplarimiz juda ham ko'p, lekin vaqtimiz oz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.